Avtomobilni sport kimni desangiz eng qimmat sport turi. Bu meni shaxsiy fikrim. Boshqalarni bilmadim. Qarang, mana 84-yil Troyka BMW E30 kuzovida полностью освежит qilib kraskalar sepilgan. Mana bu sani tasariga qarang. Полностью motor noldan qilib chiqilgan. Bu M20 motor deyiladi. 3.2 lik atmosferniy motor bo'ladi bu akalar. Hamma zapchasi original chaqirtirilgan, o'zlari ustakamiz o'zlari yig'ib chiqqanlar. Radiatorni qarang, mana o'zbek nima ishlarga qodir. 2 qavat qilib yasagan o'zi. Mana bu oldidagi konditsioner radiatori, benzinni nyuklarigacha qo'yilgan mana. Raznashirokий diskalar turibdi mana. Podveska ham полностью noldan yig'ib chiqilgan. Mana qanchalik gulishtirlarigacha o'zlari qilishgan. Mashinani shunga ham qilishgan. Даже mana bu elektronniy antennani mexanizmigacha qilishgan. Ya'ni bu yoqdan radioni qo'shgan paytingiz avtomatik antennani o'zi ko'tariladigan o'sha yangi mexanizm даже qo'yilgan bu yerga. Shu holatga kelgunicha mashinaga 10 mingdan oshiq, taxminan 15 mingcha pul chiqqan. Hali yana buni ishga tushirish uchun yana shuncha pul ketadi deyaptilar akamiz. Kuzda qanaqadir festival bo'lar ekan, o'shanga tayyorlanayotgan ekan. Mashina полностью driftga tayyorlanyapti. Choshtepadamiz. Otamurod akaning servisi bo'ladi bu. Shu mashinani tayyorlashgan. Mana bunaqa BMWlar ham bor bu yerda. Har xil BMWlar bor. Mana shunaqa o'lik holdagi mashinalarni tiriltirib chiroyli qilib beradigan odam. Mana bu odamning o'zi, mana Otamurod akaning o'zlari.